lekin uzoqroq tura olgan bo'lsam yaxshi bo'lardi. Karametga nefeslendirgichni istep dengizga tushib baksam deymi? Nereye anne? Şimdi ateşlerse kim keşf kıldıkine? Kes. Siz tabi kesini mi bildiken sizden? Yaraysız. Nereden anlahandınız? Haktan anlagan. Ben dengizni yaxshi ko'raman. Kes. Jimjit dunyo nomli kinoni ishlagan. Ha, mundaqdan men bugun sizlarga dengiz ostini tekshirgan kishilarni tanishtiray. Dengiz ostiga chekish. Qadimdan tortib insonlar dengizga bekmi qiziqib keldi. Hozirgacha saqlangan xotirlardan qaraganda dengiz ostiga dastlab tushgan kishi bundan 2000 yil ilgari yashagan podshoh Aleksandr. Keyinchi insonlar dengiz ostiga tushishda turli usullarni taraf qilishgan bo'lsa-mu, ulardan foydalanish bosqichiga faqat yetolmagan. Qara uning kirmasi. Shunday qiziqarli anlarmi bor. Bu ayni chog'dagi sovuq cho'kish kiyimi, lekin odam uni kiysa bir oz aksizlik his qiladi. Endi keysni ko'rib boqaylik. Keys 1936 yili Fransiya dengiz armiya maktabini tugatgandan keyin okean charlash paraxodida to'pchilar o'qituvchisi bo'lgan. Shu chog'da u Angeles 26 yoshga kirgandi. Oy kız. Oy! Kes! Qanda? Billa suv izamdi. Ha? Sen stop. Ay. Çiçek bulan mı tabi? Hech qisi yo'q. Paraxodni mashada to'xtab turayli. Ma'qul emisa? Dengiz armiya davisi Hayit bilan bo'lgan ana shu uchrashuv Keysning dengizga tushishining boshlanishi bo'ldi. Vah, nima degan chiroyli. Uzoqroq turib, texmi chunqurlab ko'rib baqsaq, pek yaxshi bo'lardi. Ras, mening bir amalim bor. Qanday bu amal yomon emasmi? Aha, tugab ketdi. Kechirim. Undaq dema, buni sizdan ko'ngil bo'lmaydi. Biz o'zimizni tutamay qoldik. Shundaqmi? Shundaq, biz rostli o'zimizni tutolmay qoldik. 5 metr cho'kkanda 10 metr cho'kimiz keldi. 10 metr cho'kkanda 20 metr cho'kimiz keldi. Dengiz osti bak sirliqkan. Dengiz ostiga tushib ko'rib baqsan deyman. Men sizdan o'ylayman. Opdan boshqa tursak cho'qim amal tepiladi, Davi. Shu chog'larda o'shniga ortib oladigan har xil shakldagi nosozsimon nafaslantirgichi bor edi. Bu Lohnul bilan DNA'ni kashf qilgan havo uzatish qurilmasi. Buni bugungi nafaslantirgichning boshlanishi deyishga bo'ladi. Keyin turli qurilma yasalgan bo'lsa-mu, ularni faqat tez yerlarda ishlatgili bo'ladi. Chunqurlab cho'kish xatarlik edi. Chunki chunqurlagan sari suvning besimi ortib, o'pkadagi havo siqiladi. Odamning o'pkasi xuddi sharga o'xshash dengiz yuzida bir atmosfera besimiga uchrasa, dengizga 10 metr cho'kkanda yana bir atmosfera besimiga barobar suv besimiga uchraydi. Shunga besimga uchrash dengiz yuzidagidan 2 hassa oshadi. Shuning bilan o'pkadagi havo qisilib, 2 dan 1 hassaga kelib qoladi. 20 metr cho'nqurlikda qisilib 3 dan 1 hassaga, 30 metr cho'nqurlikda 4 dan 1 hassaga kelib qoladi. Agar yanama cho'nqurlaganda odamning o'pkasi qisilib yerilib ketadi. Shunga o'pkaga kiradigan havo suvning besimiga agishib turishi kerak edi. Lekin ayni chog'da havoning besimini suvning cho'nqurligiga qarab tengshab turadigan qurilma texi yo'q edi. Fransiya dengiz armiyasining qo'mondoni Boller bir xil g'avvoslik qurolni yasagan bo'lsa-mu, uning bilan ancha cho'nqur cho'kilib bo'lmaydi. Ammo men shuni o'lgi qilib, oksigenlik nafaslantirgichni layladim. Oksigenlik nafaslantirgich oksigen bilan ta'minlab qolmay, ya'ni natriy karbonat fermenti orqali karbon gazini shimirib oladi. Qandaq men dengiz osti qiziqarliqmikan, ha? Akiz, bu g'avvoslik asbob bilan dengiz ostiga faqat 13 metrlik cho'kilib bo'ldi deymi? Shundaq. Lekin bu hisoblab chiqilgan san. Men devosni o'zim sinab qilib boqay deyman.
Qanda, qancha metr chekaladingiz? 15 metre. 16 metre. Oy, çatak oldu. Kes, hakkını içmiştim. Kes bunu neymiş? Hemmeylen kes tügeçti. Bu qadimki xatardan keyin u balkim suvga tushishni voz kechar deb o'ylagan edi. Yaxshi o'shamga keldingiz. Ben neymiş hoşumdan kettimkin ha? Qaraganda nefeslendirgichdan çatak chiqqan o'xshaydi. Sizning xiyolingiz yanada suvga tushganda Cho'qimda trikarbonat ferment pokiz emaskan. Boshqacha amal tepib qaytadan laylab chiqsam bo'g'idek. bo'ldi qiling. Odam beliq emas. Qancha qilgan bilan beliqdek suv ostiga cho'kamaysiz. Qanoyo. Cho'qim amal tepiladi. 1940 yılı 5. ayının 10. günü Germaniya qo'shinlari Fransiyaga tuyuqsiz hujum qilib, 6. ayının 14. günü Parisni bosib oldi. Oradan bir hafta o'tib, 6. ayının 22. günü Fransiya taslim bo'lib, Germaniya bilan urush to'xtatish kelishimini imzoladi. Urush tufaylidan Kest Fayt bilan ayrilib ketgan edi. Germaniya bilan Fransiya urush to'xtatish kelishimini imzolagandan keyin ular yana birlikda nafaslantirgichni tadqiq qilishga kirishdi. Ben nefeslendirgichni yanım yaxshilash uchun sanoat ko'mir gazidan foydalanish mutaxassisi Eshil Galiyani ziyorat qilish qarori qildim. Qarang, bu qandaqroq? Bu nima? Urush mezgilida benzin tepish tasbog'ashqa kishilar ilojsiz ko'mir gazini benzin o'rnida ishlatgan edi. Bu qurilma ko'mir gazini motorga uzatib bera oladi. Bunun bilan gaz besimini tangshigili bo'ladi ekanda, ha? Shundoq. Bu sizning g'avvoslik asbobingizga cho'qim kerak bo'ladi. Kest g'avvoslik asbobini o'zgartgandan keyin Parijda 2-3 qatim sinov qildi. Ondan Fransiyaning janubidagi bandirga berib, rasmiy suvga tushdi. Germaniya askarlarining sezib qolmasligi uchun u hujjatli film ishlashni bano qilib, kishilarning ko'ziga ancha chiliqmaydigan kichik bir dengiz eg'izni tanladi. Qani, so'g'ib tushing. Xo'p. Ay, kes! Nima? Ben ustida sizdan xabar elib turman. Siz xotirjam bo'ling. Bo'ladi. Ay, men qarab, kes! Nima bo'ldi? Siz Chaplinga o'xshab qolibsiz. To'la chaqchaq qilma. Çektik. Bu yerdeki suv besimi, yeryüzündeki suv besiminin to'g'ri ishkasiga to'g'ri keladi. Lekin g'avvoslik asbobi suvning besimiga asosan havo besimini avtomatik kontrol qilib turg'achqa masala ko'rilmadi. Hey, nim bo'ldingiz? Serik o'ynayotgansiz nima? Qarang, ustimi kelma. Quruqlikda bo'lsa, hech kim bunday qilmagan bo'ladi. Chaqchaq qilyapman, sinab baqdim. Parijlik tecrübexonada butun osmon qartib turib nafas olish ta'sis tushgan edi. Hozir asbobimiz ko'p yaxshilandi. Qani, yana cho'kib baqaylik. 20 metr chanqirildi. Chatoq yo'q, bu joy rohatga. Ha? Oy! G'alba qildik! G'alba qildik! 30 metr chekdik! 30 metr! G'alba qildik! Yaraysan! Bugun kechda hammamiz birlikda tabriklaymiz. Oxiri muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu g'avvoslik asbobining dunyoga kelishining boshlanishi edi. Keyingi hal qiladigan masalalar texmi cho'nqirroq cho'kishning chorasini tepish edi. Uzun o'tmay Germaniya mag'lub bo'lib, Fransiya ozodlikka erishdi. Shuning bilan Kest va uning hamrohlari qaytadan g'avvoslar atrofini tashkillab, sinoqni boshlavetdi. Lekin dengiz osti nihoyat xatarlik edi. Ana qarang, jang keldi. Dengiz keldi.
başlagıçısı. Ləhənin körüş boyutu aciz boğaçqa, ozuqluqun mədligini körənməydi. Şuna o muşu biliklarga tayınıp düzüp jürüdü. Ayak özüңlar. Eğer kimi kelip kutkuzulanmagan bolsa, kesinin bu ketetikin ta. Kes, ben bugün sizin rekordunuzu buzub etimen. To'li ko'ranglamang, dengiz sizni ayab qo'ymaydi. Her halde lehanda ehtiyat kılın. Xotirjam bo'ling. Xo'shamsa. Taxtidagi xatni necha kun ilgari kesib chekib 90 metrga yetganda xotirlab qo'ygan. Hozirgacha havasliq asbobini elib bu cho'nqurliqdan eshib ketamagan. Hozir bu rekord buzib tashlandi. Bugün işim joyida. Qarg'anda 100 metrdan aşağıda o'xshayman. Voy, to'xtanglar. Hey, Fırat nim bo'lgandi? Voy, beliqlar, tamamlamay o'tamsizlar. Menikin sizlarga beraymi? Fırat nim bo'ldingiz? Fırak! Kez hemraları bilen xeyligacha bilishib, Fırakni qutqizishga tirishgan bo'lsa-mu, qutqizish yanada unum bermadi. Fırak 119 metrga numar qo'ya oldi. O munchalik cho'nqurlikqa cho'kalaydiganligini o'ylabmi baxmagan edi. G'avvoslik asbobini elib, eng cho'nqur bo'lganda suv ostiga 90 metrgacha cho'kilib bo'lganligini tushuntirib berdi. Endi ufqdim. Fırakның suv içinden nervisinden adışıp, hareketinin qalaymaganlashidagi sabab, o yuqori suv besimi içi turib bitib, yuqori besimli havanı shimirib olgan. Yuqori besimli havanın asosiy tarkibi azot. O odamning nervisini mas qiladi. Azot g'avvoslik kasalligi deb ataladigan bir xil kasallikni keltirib chiqaradi. Odam yuqori besimli havanı shimirib olgandan keyin azot to'liq chiqib ketmay, badanda saqlanib qoladi. Bundaq odam töven besimli joyga qaytib kelganda badandagi azot ko'piklarga aylanib, etilib chiqadida qon tomirlarni to'sib oladi. Hatto nerv talalarini ham uzib etishi mumkin. Shunga cho'nqur suvga cho'kkan kishi laylab chiqmoqchi bo'lsa, nihoyat uzun vaqt sarf qilishga to'g'ri keladi. Kesning nishoni yanama cho'nqur cho'kish. Onundan boshqa yana 2 kishi cho'nqur dengizga urush e'lon qildi. Bular ota-bola pikarlar. Dadisi Avgust ilgari bir xil qavatlangich chambarakli havo sharini kashf qilib, shu shar bilan 1700 metr egizlikka chiqqan. Bu qatim u 2-chi SMRS nomli suv osti paraxodini yasab, kes boshchiligidagi g'avvoslar guruhiga moslashib, suvga cho'kib siniqqa ilib olmoqchi bo'ldi. Uning g'oyasi osmonning eng yuqori pallasiga chiqish, ham dengizning eng cho'nqur joyiga cho'kish edi. Bugun suv osti paraxodi avtomatik boshqarish qurilmasiga tayinib 1373 metr dengiz ostiga cho'kdi. Kes, qilgan yordamingizga rahmat. Ya, sizning suv osti paraxodingizni 20-asrdagi eng cho'ng kashfiyot deyishga bo'ladi. Avgustning nishoni dunyodagi eng cho'nqur dengiz ostiga tushish. Oradan 5 yil o'tgandan keyin ota-bola pikarlar Italiyaning Dilias shahrining hamkorligida dengizga cho'kadigan Dilias nomli suv osti paraxodini yasadi. İki tarafdan prokusunu elevettik. Her ikilisi kolumda. Boludu. İşki etilsin. Tezden su kaçılap su astık çökünler. Çöküş başlandı. Para kutusuğa su kırdı.
Buning ajablangidek nimasi bor? Keyinchi buningdek 10 nesli keladigan dengiz ostig'im cho'kimiz tehi. 10 nesli? Bu 10 ming metr degan gap-ku. Shundaq, Mariana dengiz jilg'isining charlanish qaynimi dunyodagi dengizlarning eng cho'nqur yeri. Cho'nqurligi 11 ming metr keladi. Onchilik cho'nqurlikqa cho'ksak, suv bismi bizni maqchaytib etmamdi. Delyas namlıq paraxod 1000 atmosfera besimiga bardashlik bera oladi. Nang atmosfera besimiga bardashlik beralsa, 10 ming metrdan oshiq cho'nqurlikqa tusha oladiganmizda. Aha. Ha? Qo'yib etmay ching tutuq. Eşimini kögülü bombadı. Qaraganda paraxod dengiz ostiga urilgan o'xshaydi. Cho'nqurligi 1144 metr. Shu chaqda Dilyas nomli paraxod dengiz ostidagi patqoqqa 1 metrdek ketib qolgandi. Lekin bu qitimqi dengiz ostiga cho'kish zo'r muvaffaqiyatga erishdi. Amerika buningdan xabar topib Dilyas nomli paraxodni sotib olmoqchi bo'ldi. Pikar 3 yillik ijaraga berdiganligini bildirdi. Lekin Amerikaning talabini rad qilolmay, oxiri paraxodni sotib etdi. O'zimi Amerikaga berib ishildi. Bu chaqda u bir plan tuzib, dunyo bo'yicha eng cho'nqur dengiz Guam orolining g'arbiy janubidan 320 kilometr yiroqlikdagi Charnish qaynimiga urush e'lon qildi. 1959-yili 4-oyda o'zgartib yasalgan Dilyas nomli paraxod burunqidan texmi puxta bo'ldi. Tövenki yumaloq qismiga odam tushadi. Laytish baqiga suvdan yenik benzin to'shqizlatdi hamda paraxodning cho'kishini osonlashtirish uchun temir saqla qachınlatdi. Odam tushib bo'lgandan keyin parqozni bilan gaz baqiga suv to'shqizlatdi-da, paraxod cho'kishga boshlaydi. Navoda paraxodni to'xtatish yoki laylishga to'g'ri kelsa, paraxodni cho'ktirguvchi narsa elib o'tiladi. Agar paraxodning cho'kish sur'atini tezlatishga to'g'ri kelsa, benzin chiqarilib ketdi. Delyas namlıq paraxod tini cho'kanasini qappadi. Todam yaşının qağaşqa pensiya chiqdi. Hozir men matrostom yurish bilan birga dengiz ostiga tushmoqchi. Rostini esimda qo'qoti mahbular bilan bilib olsam qanday bo'lar? Qandoq bo'ldi? Hamma tayyorlik bitdi. Ha? Men bir qarorga kelib bo'lamidim. Parqozning suv toshdi, tayyorlik bitdi. Delyas, men Delyas. Fandat namlıq paraxod, javob qaytiring. Men Fandat. Delyas, javob qaytiring. Turistga o'to'zo. 8:23 minut o'tganda suv cho'kishini boshlaymiz. Uqtum, sizga muvaffaqiyat tilayman. Esta, endi bo'lmadi 10 ming metrlik dengiz osti safariga ilojsiz men qatnashadigan bo'ldim. Chiroq yondirilsin. Dengiz qarlari nima degan chiroyli ha? Pah. Dengiz qarlari dengizdagi jonliqlarning har xil mikroorganizmlarni chaplashtirilishdan hosil bo'lgan. Qarsangiz xuddi oppoq qarga o'xshaydi. Qorong'uda ko'z tutishga odatlanish uchun biz chiroqlarni o'chirib cho'kishga boshladik. Fandat, 5000 metrni eshib ketdi. Surat pek tez bo'lib ketgandek qiladi. Uqtum. Oldimiz bir narsa ko'rinyotdi. Ha? Nima ekan? Boya dengiz qurtidek bir narsa ko'rinib edi. Turib yo'qolib ketdi. Hozir 6 ming metrdan oshdi. $8,745 metr yetdi. Dengiz yuzidan olganda jumlanma cho'qqisining egizligi bilan barobar keladi. Qanchalik bor? O'lchash asabida hech qanday o'zgarish yo'q. Yana 1000 metrda qoldi. Yorish ishkimiz navbatlashib kemtirti bilan o'lchash asabini kuzatamiz. Cho'nqurlik 11000 metrga yetdi. Nimish tersh o'zgarish bo'lmaydi ekan-a? O'zgarish bo'ldi. Dengiz ostiga 77 metr qopdi. Yana 77 metr cheksak, eng cho'qir dengiz ostiga yetamiz. Yetdik. Cho'nqurligi 11530 metr ekan. Charlanish qaynimiga yetdik. Fandat, men Delyas. Saat 13'ten 6 minut o'tganda Charlanish qaynimiga yetdik. Cho'nqurligi 11530 metr. Javob qaytiring. Delyas, men Fandat. Ovozingizni aniq angladim. Qani so'zlang.
Oy, qarshi taraf javob qaytardi. Qiziq. Javob aniq olmadı. Jimjit dunyoga besib kirdik. Bir solya belig'i bizning platdan yasalgan bu narsamizga hayron bo'lib qarab qoldi. Delyas namli paraxotning amaliy yetgan cho'nqurligi 10.910 metr. Dengiz osti bo'ysundirilib, dengiz osti boyliqlarini ichish imkoniyati tug'ildi. Vakillik xarakteriga ega misol dengiz ostida neft elish. Nurg'unlagan o'rinlar shunday qildi. Buningdan boshqa dengiz ostida nurg'un kerakli boyliqlar, masalan, mangan, nikel, kobalt qatorliqlar bor ekan. Shunga keyincha kishilar yana dengiz ostida geologik tekshirish ilib boradigan xilma-xil paraxotlarni yasadi. Qaraganda insonlar dengiz ostining sirini ichib, uyquda yotgan dengiz osti boyliqlaridan foydalangan kunlarga oz qolgan o'xshaydi. Lekin eng muhimi yana g'azotlar asbobining kashf qilinishi bo'ldi. Shu bo'g'ashqalar insonlar dengiz okeanlarini bo'ysundirib yangi tekshirishlarni ilib boradigan bo'ldi. 冒険を可能にしたわよね。今に海底 Mana bu kesning tekstisi. Biz mening dengiz osti uchish kelyapti. Su yüzüşün bilmesen bo'lmaydi da. Hech kishi yo'q. Kelgusida dengiz ostidan poyezd qatnashi mumkin. Uyg'urcha ovozli yuqori aniqlikdagi eng nodir filmlarni tushirmoqchi va ko'rmoqchi bo'lsangiz, Suzyk film tor bekitimizga qadam tashrif qiling. Tor bekat adresimiz www.suzykfilmchekit.com.厳しい自然と戦って北極点征服に挑戦した人たちのお話。さあ、この次も私と一緒に